Assalomu alaykum. Men Navoiy shahridagi Prezident maktabining 10-sinf o'quvchisi Qudrat va mashhuraman. 8-sinfligimdan buyon bir necha xalqaro va mintaqaviy olimpiadalarda qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritib kelmoqdaman. Jumladan 2024-yil 9-14 may kunlari bo'lib o'tgan Avitsenna xalqaro biologiya olimpiadasida 20 dan ortiq davlatlar orasida kumush medalni qo'lga kiritdim. 2024-yil fevral oyida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo xalqaro biologiya olimpiadasida ham kumush medalni qo'lga kiritdim. Bundan tashqari 2024-yil dekabr oyida Amerika Qo'shma Shtatlari davlati tomonidan tashkillashtirilgan Neo Science xalqaro olimpiadasida ham biologiya kategoriyasi bo'yicha oltin medalni qo'lga kiritdim. 2025-yil 5-6 aprel kunlari Toshkent shahrida Fan olimpiadalari markazida Open International Biology Olympiad, ya'ni OIBO olimpiadasining 3-saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Ushbu saralash bosqichida eng yuqori baholar bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibiga kirdim hamda joriy yilning 12-17 may kunlari Rossiya Federatsiyasining Sochi shahrida bo'lib o'tadigan xalqaro biologiya olimpiadasida vatanimiz sha'nini himoya qilish imkoniyatini qo'lga kiritdim. İlk bora olimpiadaga qatnashish istagi ushbu maktabga birinchi bor kirganimda, ya'ni 7-sinfligimda biologiya o'qituvchimiz Zebor Uzuqulova haqida eshitgandim va u kishini o'quvchilari o'sha xalqaro biologiya olimpiadasi ayboda kumush medalni qo'lga kiritgandilar. Shu haqida eshitib, menda ham juda katta qiziqish paydo bo'lgandi. Shundan so'ng o'qituvchining yonlariga kelib so'rashni boshladim, "Men olimpiadaga tayyorlaysizmi yoki yo'qmi?" deb. O'qituvchim qiziqishimni ko'rib rosa xursand bo'lgandilar. To'g'risi, "Ha, tayyorlayman" deb menga rozilik bildirganlar, juda xursand bo'lganman va keyinchalik oddiy asosiy darsliklarni o'qib boshlaganman. Va 8-sinfligimda birinchi marta Xorazmiya olimpiadasida qatnashgandim va viloyat bosqichida birinchi o'rinni olganman. Shundan so'ng ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentlik tizimida o'tkaziladigan STEM olimpiadalarida ham g'oliblikni qo'lga kiritdim va keyinchalik tayyorlanishni kuchaytirib, laboratoriyalarni ham ko'ra boshladim. Asosan onlayn darslarga ham qatnashardim va shu darslardan so'ng xalqaro olimpiadalarga registratsiya qilishni boshladim va o'tgan yili birinchi marta fevral oyida Markaziy Osiyo xalqaro biologiya olimpiadasiga qatnashdim. 2024-yil 9-14 iyun kunlarida Buxoro shahrida xalqaro Avitsenna biologiya olimpiadasi bo'lib o'tdi. Bu olimpiada ilk bora O'zbekiston tomonidan o'tkazilayotgan edi. Birinchi xalqaro biologiya olimpiadasi edi va 20 dan ortiq davlatlardan ishtirokchilar tashrif buyurgandi. Olimpiadaning menga eng ko'p yoqqan tomoni bu taqdirlash jarayoni edi, albatta. Taqdirlash jarayonida xalqaro olimpiadalarda dastlab bronza medallari, keyin kumush va oxirida oltin medallar e'lon qilinardi. Va bu taqdirlash hamma uchun syurprizdek bo'lardi, chunki hech kim qanaqa natija ko'rsatgan, qaysi medal olgan hech kim bilmasdi. Va boshida bronza medallari e'lon qilinishni boshladi. Boshida e'lon qilinish boshlagan vaqtida to'g'risi men boshida bronza medalni qo'lga kiritganman deya o'ylagandim va o'zimda ismim chiqishini intizorlik bilan kutib turgandim bronza medallarda. Lekin bronza medallardan chiqmagach, to'g'risi ozroq xafa ham bo'ldim. Balki medal ola olmagandirman deb o'yladim. Va orada lirik chekinish qilishdi, konsertlar, har xil sahna ko'rishlar bo'lib o'tdi va kumush medalni taqdirlash nuqtasiga yetib kelishdi. Kumush medallarni taqdirlayotgan vaqtida juda hayajonlanayotgan edim. To'g'risi hech qanaqa gap, hech nimani eshitmayotgandim. Va birdan Qudrat va mashhura O'zbekiston deb meni ismimni e'lon qilishganida sahnaga yugurib chiqib ketib qolganman, hattoki bayroqni olish esimdan chiqib ketgan. Shunchaki sahnaga yugurib chiqib ketib qolganman va keyin O'zbekiston bayrog'ini menga yetkazib berishgan. Keyinchalik kumush medalni olganda uydagilarim, ota-onam juda xursand bo'lgan edi. Mendan ham ko'proq ular xursand bo'ladi. To'g'risi, har safar olimpiadaga qatnashganimda agar mabodo pastroq natija ko'rsatsam, mendan ko'proq ular xafa bo'lishadi. Aynan ularning ishonchi, menga yaratib bergan sharoitlari, maktabimizdagi sharoitlar, jamoamizni qo'llab-quvvatlashlari, o'qituvchimni Zebor Uzuqulovani menga o'rgatgan bilimlari va bergan ta'limlar orqali shu darajaga yetdim. O'sha olimpiadada g'oliblikni qo'lga kiritib kumush medalni olgandan so'ng yozgi ta'tilda ham yana tayyorlanishni davom etdim. Men 1-chi, 2-chi, 3-chi saralashdan ham yana muvaffaqiyatli o'tib, Rossiyada bo'ladigan olimpiadaga qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdim.
va ushbu yo'llanmani qo'lga kiritganimdan keyin mas'uliyat ancha ortdi, chunki endi maktabimiz sharafini yoki Navoiy viloyati sharafini emas, butun O'zbekistonning bilim darajasi, O'zbekistonning o'quvchilarining yoki O'zbekiston Respublikasining o'qitish tizimi mening bo'ynimda turibdi va ushbu natijani ko'rsatish uchun, O'zbekiston sharafini munosib darajada himoya qilish uchun yana ham izlanishlarni ko'paytirdim, ko'proq kitob o'qib, ko'proq savollar yechib, ko'proq tayyorlanishga harakat qilyapman. Va darslardan tashqari ham har doim laboratoriya bilan shug'ullanaman. Laboratoriya bilan shug'ullanishimda o'qituvchilarim juda katta yordam berishadi. Maktabimizda ham barcha laboratoriyalar mavjud va ushbu laboratoriyalarni, ushbu sharoitlarni bizga yaratib bergan prezidentimizga shu o'rinda rahmat aytib ketsam ham bo'ladi. To'g'risi, prezident maktabiga kirishimdan oldin bunaqa sharoitlarni, elektron doskalar yoki bo'lmasa laboratoriyalarni hech qayerda ko'rmaganman o'zimning maktabimda, chunki bo'lmagan bunaqa sharoit. Ushbu maktabga kirganim ham men uchun, muvaffaqiyatim uchun, olimpiadalarda g'olib bo'lganim uchun bir kalit sifatida ishtirok etganman. Ayni damda ham darslarimiz tugadi va men yana laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish uchun biologiya xonasiga kelgandim. Hozir piyoz hujayralarida mitoz, ya'ni hujayra bo'linishini kuzatmoqdaman. Ilmiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu laboratoriya o'sha o'simlik hujayralaridagi hujayra qobig'ini kuzatish imkonini beradi. Bundan tashqari, hujayralar bo'linayotganda xromosomalar harakatini ham bemalol kuzatib olsak bo'ladi. O'quvchim Qudrat va Mashhura 8 sinfligida olimpiadaga qiziqishi, ishtirok etish istagi bilan yonimga kelgan vaqtida birinchi o'rinda nima uchun seni olimpiada qiziqtirdi degan savollar berganimda, biologiya fanini yaxshi ko'rishi, pedagog faoliyatim davomida o'quvchilarim bir necha bor xalqaro olimpiadalarda ishtirok etganligi va Mashhura ham shu o'quvchilarning qatorida bo'lish istagi bilan keldi. Mashhura tengi o'quvchilar orasida o'tkazilgan olimpiadada birinchi bor maktab bosqichida Mashhura 2-o'rinni olib qoldi. Bu esa Mashhuraga juda katta ta'sir qildi. Mashhurani shunaqa o'ziga xos xarakteri bor, Mashhura hech qachon yutqizishni ko'tara olmaydigan o'quvchilardan biri hisoblanadi. O'zini ustida juda ko'p ishlaganligini shunday isbotlab, natijasi bilan isbotlab berdiki, hozirgi kunga qadar o'quvchim Mashhura 10-sinf bo'lgan bo'lsa, turli xil nufuzli xalqaro va mintaqaviy olimpiadalarda 2 ta kumush, 1 ta oltin medal sovrindori bo'lgan. Mashhura bilan ishlash jarayonida, Mashhura bilan olimpiadaga tayyorgarlik jarayonida, o'quv jarayonlarida menga shu ma'lum bo'ldiki, Mashhura faqatgina biologiya faniga qiziqmasdan, balki kimyo faniga ham qiziqishi, shu bilan birgalikda matematikani yaxshi bilishi, til o'rganishga nisbatan juda ham istaklari baland ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu esa xalqaro olimpiadada muhim ahamiyatga ega. Chunki olimpiadaga doir tayyorgarlik adabiyotlar aksariyat ingliz tilida bo'lib, bu esa o'quvchini ingliz tilidagi darsliklardan to'liqroq foydalanish, yaxshiroq tushunish imkoniyatlarini beradi. Kimyo fani esa bevosita biologiya faniga bog'liq bo'lib, bu esa laboratoriya jarayonlarini osonlashtirishga, u o'qituvchi ishtirokchisiz ham mustaqil laboratoriya ishlarini bajarish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. O'quvchim Mashhura hozirgi kunda til bilish sertifikatidan C1 darajadagi til bilish darajasiga ega bo'lgan. Maktabda nafaqat tengdoshlari orasida, balki katta sinflar orasida ham ko'pgina yutuqlar bilan ajralib turadigan o'quvchilardan biri hisoblanadi. Mashhurani menga yoqqan jihatlaridan eng yaxshisi Mashhuraning niyati toza. Har doim yaxshi niyat qiladi. Avicenna xalqaro olimpiadasida menga aytyapti-da, ustoz oltin medal olsam dedi, menga bayroq kerak dedi. Bayroq bormi mexaningiz desam, mexaniz ham oltin medal olsa, men ham oltin medal olsam, bir vaqtda chaqirsa dedi, qanday men bayroqsiz chiqamanmi dedi. Endi biz to'g'risi Mashhurani hali 9-sinf o'quvchisi bo'lganligi uchun, yoshligi uchun hali medal olmasa ham kerak deb o'yladik-da. Keyin shunda niyati to'g'ri aylanay oltin medal olmoqchi bo'lgan qizimdan deb ichimdan quvonib ketganman-da. Mana ba'zi bir o'quvchilar olimpiadadan chiqqanda qanaqa bo'ldi desa, yaxshi emas edi. Bu har doim yaxshi deydi. Har doim yaxshi, Xudo xolasa oltin olaman, kumush olaman, har doim marrani yuqori qo'yadigan
o'quvchilardan biri hisoblanadi. Rahmat shunday qiziqarli Rahmat sizlarga ham avvalo. Shuncha mehnatlaringiz, xizmatlaringiz samarasi, mana natijalari. Biz ham eshitib rosa xursand bo'ldik shunday olimpiadaga borish nimasiga ega bo'lganiga, Allohim shunday loyiq ko'rganiga. Xursand bo'ldik. Sizlarga ham katta rahmat. Ilohim sog' bo'linglar, bardavom bo'lsin yutuqlari. Har doim sizlarni, bizlarni xursand qo'yarsin farzandimiz. Mashhura qizim o'zi oilamizda eng kichkina farzandim. Eng kichkina farzandim, buni alohida e'tibor bo'lmagan, lekin avval akalari, opalari shunday katta-katta yutuqlarga erishib yurgani uchun o'shalardan o'rnak olib, o'shalardan motivatsiya olib, manaki shu darajaga yetishyapti. Uyimizda shunday darsdan bo'sh paytlari yordam beradi ishlariga. Ona nima yordam kerak, ona qiynalmayapsizmi? Ona nima qilay deb har doim so'rab turadi. Agar nima qilsam, ulgurmasam yordam berib yuboring deyman, bo'lmasa darslariga qilishiga o'zim sharoit qilib beraveraman. Mashhurani o'zidan 13 yosh katta akasi bor, o'g'lim Sherratjon, eng katta farzandim. Toshkentda Westminster universitetida o'qigan. Keyin magistraturani Buyuk Britaniyaning London shahridagi Westminster universitetida magistratura yo'nalishida o'qidi. Keyin katta qizim Zarina qizim Toshkent Navoiyda pedagogika universitetida ingliz tili, chet tillar, jahon tili nimasida chet tili yo'nalishida o'qigan. Magistraturasini Webster universitetida o'qigan. Uchinchi farzandim opasi, Mashhuraning opasi Xurshida qizim hozir Akva universitetida yangi nomi O'rta Osiyo universitetini tibbiyot yo'nalishida o'qiyapti, 4-kursida. Farzandlarim hammasi mana shu ingliz tilini bilish sertifikatini olishgan, hammasi 6-7 ball bilan olishgan. Hammasini bilimi yaxshi. Shu Mashhura qizim ham opalariga, akalariga orqasidan izidan borib, shunday natijalarga erishdi. Juda ham qizim bilan faxrlanaman. Qizimning natijalaridan juda ham xursandman. Hamma tabriklab, hamma faxrlanib, telefon qilib tabriklashyapti. Biz juda ham xursand bo'ldik. Hammaga shunaqa nimalar, yutuqlar, shunaqa farzand, shunaqa ne'matlar nasib qilsin. Biz farzandlarimizni shunaqa yutuqlarga erishish uchun har doim ularni qo'llab-quvvatlab, motivatsiya berganmiz. Yoshligidan o'qishiga e'tibor qilganmiz, ham qiziqtirganman. Shunaqa katta-katta yutuqlarga erishishni juda ham xohlaganman. Ularning harakatini, iqtidorini sezganimizdan keyin dars bilan har doim ularga sharoit qilib berishga harakat qilganmiz. Xudoga shukr, mana natijalarini ko'rsatyapti, xursandmiz. Hozirgi asosiy rejalar va maqsadlarimdan biri bu Rossiya Federatsiyasida, ya'ni Sochi shahrida bo'lib o'tadigan olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritish hamda davlatimiz sha'nini munosib himoya qilish. Bundan tashqari, kelajakda, ya'ni 11-sinfda AQShning Garvard, Stanford universitetlariga hamda Koreyadagi KAIST universitetlariga bioinjineriya sohasi bo'yicha hujjatlar topshirish hamda ushbu universitetlardan grantlar yutib olishni xohlayman. Va u yerda olgan barcha imkoniyatlarim, ta'limim va u yerdagi olgan bilimlarim bilan O'zbekistondagi bioinjineriya sohasini rivojlantirishni niyatidaman. Shuncha yutuqlarga erishishimga, shu darajaga yetishimga yordam bergan, albatta bizga shuncha sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib bergan Prezidentimizga, maktabimiz jamoasi, o'qituvchilarim va ota-onamga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.